أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Muhtaram birodarlar, ekstremizm va terrorizmga qarshi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Chunki terrorizmga, ekstremizmga dinimizni tarkibidan oqimlar, har xil raviyalar chiqarib, tanlab, shunday yo'llar tuzib, ta'limotlar, mafkuralar tuzib, bugungi kunda qo'llab-quvvatlab turgan quvvalar, kuchlar bor. Din yo'lida, haqiqat yo'lida, mana vatanga xizmat sifatida hammamiz ham bilgan narsalarimizni ahli oilalarimiz bilan ishlab chiqishimiz va eshitgan narsalarimizni asosida farzandlarimizni nazorat qilib borishimiz kerak. Shuning uchun biz bugungi kunda eng muammoni kattasini, bizni hozir butun dunyoda muammo qilib turgan bu salafiylar, salafiylik oqimi aqidada juda ko'p ishkallarni o'rtaga solib, hozir odamlarni ikki guruh, bir necha guruhlarga bo'lish bilan harakat qiladilar. Shuning uchun biz ularni muxolifiga, ularni dushman, ya'ni shirk, kufr deb e'tiqod qiladigani sufiylar haqida suhbat qilamiz, ya'ni ahli tariqat, tasavvuf haqida. Tasavvuf ulamolarini so'zlarida ularga qarshi hujjatlarimizni keltirishda davom etamiz. Biz o'tganda Imom Muhasibiyni Risolatul Mustarshidin asarlaridagi dalillarimizni, ya'ni shu kishini bizlarga qilgan nasihatlarini aytib berib, sharh qilishda davom etgandik. Bugun o'shani qolgan joyidan yana davom etamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Va la tuqalit illa aqilan taqiyan. Bu degani va aqlli va taqvoli kishi bilangina aralashib yur. Ya'ni do'stlashib o'tirib tur, hamtovoq tut. Kim bilan? Tuqolit degani aralashish. Oqil va taqvoli kishi bilan. Hamtovoq do'stlaring aqlli va taqvolilar bo'lsin. Xo'sh, aql o'zi nima? Aql haqiqatlarni idrok qilish, ya'ni qilib natija yasash quvvati. Idrok qilib natija yasash quvvatiga aql deyiladi o'zi. Aql quvvat bo'ladi, modda bo'lmaydi u. Masalan, miya ichini ochib, mana shu ko'rib turgan aql deb ko'rsatib bo'lmaydi. Aql o'sha natija, quvvat, miyadagi o'sha ishlab turgan a'zolardan hosil bo'lgan quvvat u. Shuning uchun ham aql so'zi Qur'oni Karimda ism bo'lib kelmaydi. Faqat fe'l bo'lib keladi xolos. Endi fikr bu ma'lum bil ma'lumotlarni tartib berib, noma'lum narsani ma'lumga aylantirib bir natijaga erishishga fikr deydi. Qoidalarda bular. Ana shu natijaga erishib xulosa yasab, o'sha xulosa kishini boshqarsa, ana shunga aql deyiladi. Shu sababdan aql, ya'ni bog'lash, aqala so'zidan aql degan so'z bog'lash degani. Insonni nodurust narsalardan bog'lab turadi, arqallab turadi. Ya'ni nafsni turli xil masalan aqlsizlik bilan harakat qilishlarini bog'lab turuvchi narsaga nima? Aql deyiladi. Bir majlisda bir dev qomat, nihoyatda katta bir dev qomat, dev deb o'ylaysizda uni ko'rsangiz. O'sha kishi bala bilan o'tirib qoldik. O'sha qarasam, o'sha yerdagilar hammani turib, agar bir jindilikka solsa o'zini, hammani uloqtirib, hech kim kuchi yetmaydi unga. Hammani o'sha yerda devorga trafaret qiladi. Lekin uni ushlab turgan yuvoshgina o'tpa aqlda. Agar aql bo'lmasa, uni eplab bo'lmaydi işte. Shuni fikr qilayandimda, mana shuni bog'lab turgan narsa, ushlab turgan narsa aziyatlardan aql, undagi aql. Aql Qur'onda nuha ham deb keladi. Ya'ni noma'qul ishlardan qaytarib turuvchi degan ma'noda nahiy so'zidan olingan nuha. Endi bu o'rinda
oqil deganda komil suratdagi ziyrak kishi bilan borliq haqiqatlarni to'g'ri fahmlagan, bu dunyoga nima uchun kelganini yaxshi bilgan oqilda u. Oqil deganda aql egasi degan ana shu. Shunday kishilarga aytiladi. Va shunga qarab o'zini tizginlab yurgan kishi bilan doimiy o'tirib turuvchi do'st, hamtovoq bo'l dedilar. Bittagi gap shu. Shuning uchun ham ahmoq do'stdan aqlli dushman yaxshi degan naql bor bizda. Bu aqlga daraja berish uchun aytilgan. Afzalligini baland ko'tarish uchun aytilgan. Aqli zaif yoki aqli qosir bir faldir kishi bilan 1 soat o'tirgandan ko'ra olim bilan 10 daqiqa o'tirgan afzal. Aqlli kishi bilan 10 daqiqa o'tirsangiz yuqadi. U faldir sizni ham faldir qiladi, sekin aqlingizni zaiflashtiradi. Esingizni pasaytirib qo'yadi u. Shuning uchun ham taqvoni 10 ta shartidan bittasi yomon shahvatlarga berilgan do'stlardan voz kechish. Taqvoda 10 ta shart borda taqvoli bo'lish uchun. Shundan bittasi qat'iy shart shuki, fosiq do'stdan voz kechib ajralish. Ya'ni salomatlik qilasiz do'stlik yuzasidan, qarindoshlik yuzasidan, lekin bir joyda hamtovoq bo'lib o'tirib turmaysiz. Hamtovoqlik bu boshqa narsa. Chunki ular nima qiladi? Shahvatparastligi bilan aralashib yuraversangiz, asta-sekin sizni ham o'shalar o'z qatoriga tortib ketadi, buzilasiz. Qalbingizda qotish paydo bo'ladi. Gunohlarga jur'at paydo bo'ladi. Sekin-sekin nima buzilasiz o'shalar bilan. Chora topa olmaysiz o'zingizda aynishingizga. Bir vaqtlar menda ham do'stlarim bor edi. 30 yil oldin o'sha men endi ular bilan o'tirib turmaslikka harakat qilib o'zimni olib qochib yurgan vaqtlarimda bir ikkita vakil jo'natdi ular. Endi shu gashtakka qo'shilsangiz, birga o'tirib tursak, 10 yil birga ham nafas bo'lib o'qiganmiz, bir joyda o'tirib tursak, shunga sizni qadringiz biz uchun baland, biz sizsiz zerikib qolyapmiz deyishib kelishdi. Kim aytdim, haqiqatan shundaymi? Ha, bo'pti, unda bo'lsa, agar haqiqatan ham qadrim baland bo'lsa, sizga bitta shartim bor, lekin hozir javob bermaysizlar, keyin afsus qolishlaring mumkin. Borib, boshqalarni o'rtaga tashlab, maslahat qilib, keyin kelinglar, maylimi? Xo'p. Nima shart? O'sha bir oyda bir o'tiramizmi? Ha. Shu bir oyda shu 2 soat, 3 soat o'tirsa, shu aroq ichish bo'lmasmi? Sog'lom gaplashib o'tiraylik. Aqlsizlar aramizdan chiqib, suhbatimizga, asabimizga tegmasin. Bir chiroyli o'tirish qilaylik. Bir oyda bir marta, mayli boshqa aychaver. Kim nima qilsa qilaversin. Shu bir oyga bir marta 2 soat shu gashtagimizda. Shu shartim bor. Ha bo'ldi, uni hamma bo'lib gaplashamiz, bo'pti. Xo'p. Shu ketgancha ketdi, o'zi mana 30 yil bo'ldi olib kelgan yo'q. Endi mani shu 2 soatlik kayfi uchun bir shisha araqqa olmaydigan do'stlarni o'tirgandan ko'ra, ular bilan o'tirmaganim afzal emasmi? Ular bilan o'tirib gunohlarga jur'atli bo'lib kelganimdan ko'ra, o'sishim to'xtab qolishidan, ilmlarim parokanda bo'lib ketishidan saqlab o'zimni chetda yurganim yaxshi emasmi? Ularga men faqat nimaga edim, nima kerakman, bilasizmi? Nima kerak edim? Ular yoshlikdagi o'sha yoshlik, beboshlik davrlarda o'ynab yurgan vaqtlarimizni gapirib, menga qarab, o'shani eslab, kamnechib olib, xushnud bo'lish uchun, xullas zaksga qilmoqchi edim meni. Kayflarning ustiga yana kayf qo'shilarda men borib o'tirsam, shu vaqtlarni eslashib, gaplashib, ularni fanj gaplariga sabr qilib o'tirsam, ular mazza qilish kerak edi. Ular shu o'zlarini rohati yo'lida meni taklif qildilar, lekin men buni bilganimdan keyin men o'zimni tortdim. Shart qo'ydim va shartga ular nima qilmadi, ko'ni tortmadi. Ko'chada ko'rib qolsak, to'da bo'lib ketayotgan bo'ladi, bir joyga gapga ketyapti, gashtakka ketyapti, lekin ko'rib qolsa, haqiqatsa, "Mana shu ishimiz bor" deb o'tib ketayotgan bo'ldi. Gap ishga olib qolishdi. Endi mana shunaqangi nimalardan aytayaptilar-ku, o'tirib tursang, aqlli odamlar bilan
ataylab o'zi bor kamitum bor aqlini ham ketkizib o'tiradigan odamlardan nima kerak? U o'tirishda ular shu aqlini o'zi bor aqli bor, o'zi qanchadir bor aqli bor. Ana u ichkilik bilan o'shani ham yo'q qilib o'tiradi-da ular. Ahmoqlarni o'tirganday bo'lasiz. Lanj gapiraveradi. U gaplarda bosh keti yo'q. Gunoh, ig'vo, g'iybat, so'kinish, haqorat. U qalbga tushib qaror turadi-da, ularni o'tirish sizni buzadi, bizni buzadi. Shuning uchun o'zimiz taqvoni bitta sharti shundan voz kechish. Ibrohim alayhisalomga o'g'illariga qalblari bog'langan edi, Ismoilga muhabbatlari bor edi. Alloh taolo kes qurbon qil dedi. Qurbon qildilar, u kishi tortdi pichoqni, qurbon qildi hisob. Tortib bo'ldi bosib astoydil. Bu degani u sinovdan o'tdi. U qurbon qildi. Biz ham shundaqangi do'stlarda voz kechish, nafsimizni yaxshi ko'rgan narsalardan voz kechmagunimizcha, Ibrohim bo'lmagunimizcha haqqa yeta olmaymiz, oxiratda najotga yetisha olmaymiz. Shuni esdan chiqarmaslik. Bu dunyoda Ibrohim bo'la olish. Ibrohim alayhisalom bu qissasi Qur'onda bekor keltirmagan. Ko'p nafsimizni ko'chalaridan gul terishni to'xtatishimiz kerak. Nafs xohlagan shahvatlardan voz kechishimiz kerak. Sevgan narsalarni, yoqtirgan narsalarimizdan voz kechmaguncha Xudoga yetisha olmaymiz. Xudo taolo ataylab shundoq qo'ygan. Yo uni deysan, yo meni deysan degan joylari ko'p. Yo meni deysan, yo uni deysan degan joylari ko'p. Bittasi mana shu. Muhasiba yuqorida aqlli bo'lish bilan taqvodor bo'lishni shart qilib qo'ydilar-da, aqlli va taqvodor dedilar. Chunki odam bir-biridan ruhiy ta'sir oladi-da. Insonning o'zgarishi tuyg'ular bilan va aql bilan bo'ladi. Qalb o'zgarsa, aql o'zgarsa, nafs o'zgaradi-da, keyin inson nafsi o'zgaradi. Shunda insonning shaxsiyati o'zgaradi. Asl o'zgarish esa aql va qalbidan keladi. Ana shu ta'sir ko'rsatadi u. Taqvo qalbni o'zgarishidan hosil bo'ladi. U o'zgartiradi u. Biz shaxsiyatimiz yetuk bo'lish uchun, taqvosi yetuk, taqvodor bir banda bo'lish uchun o'tirib turadigan odamlarimiz ham shunga munosib bo'lish kerak. Ko'pchilik solih holga o'ta olmasligidan aziyat chekib, haqiqatda amalni oxiriga yetkaza olmayotgandan aziyat chekib shikoyat qilib keladi. Hech bo'lmayapti, ichib qo'yapman yoki masalan bir yaxshi bo'lib ketaman, bir susayib ketaman. Bu nimadan degan savoliga javob shu. Sen bu yoqda solihlar bilan o'tiraverasan, borib bu yoqda fosiqlar bilan o'tiraverasan. Shuning uchun sen bu saat qilyapsan bir joyda. Shuning uchun sen siljish oldiga. Hamtovoqlaring osiy odamlar seni. O'sha hamtovoqlardan voz kechmaguningcha sen haqiqatda natijaga yetisha olmaysan baribir. Oqsab yuraverasan, bir yoqqa, bir bu yoqqa, bir yoqqa, bir joyda turaverasan. O'sish yo'q, oldinga yurish bo'lmaydi. Boshqalar bilan muomala qilavering. Hamma qatori ko'cha-kuyda masalan ham suhbat bo'lib savol-javob qilib ketavering, salomatlik qiling. Lekin hamtovoqlik faqatgina o'sha taqvodor, oqil, aql sohibi bilan bo'lsin deydilar. Endi do'stlik har doim bir sabab bo'ladi-da. Do'st tutish bir kishini doim do'st tutishda bitta sabab bo'ladi. Masalan, busiz hech iloji yo'q. Do'st tutishda bir sababsiz bo'lmaydi. Birov pul, mol, dunyo, martaba sababidan bir kishiga yaqinlashib do'st tutadi. Masalan, yoki bir mansabidan foydalanish uchun do'st tutadi. Yolg'on do'stliklar bor-da. Hammasida bir iloj bor. Endi eng ulug'i kimdir solih bo'lsa, shuni solihligi bizga ham ta'sir qilsin deb do'st tutsa, shu Xudoga yaqinligi uchun, ser ibodat bo'lgani uchun do'st tutsa, uni do'stligi Xudo uchun do'stlik deb ana shuni aytadi. Qiyomatda bir-biridan qochmaydigan do'stlar ana shular. Qolgan do'stlar hammasi husumatlashib, haqiqiy do'stlik bo'lmagani uchun bir-birini yuladi, bir-birini yumlalaydi. Husumat qiladi. Lekin faqatgina Xudo uchun do'stlashish deganda bir kishini taqvosi uchun shuni yaxshi ko'rib yaqin do'stlik qilish. Fathot debdilar. Dunyo uchun fathot qilish sevilmagan narsa. Lekin ilmini olish uchun bir olimga fathot qilish yoki bir solihdan manfaat, shu solihlik o'tishi uchun fathot qilishlik ravo debdilar. U gunoh emas.
shu dunyoda ham baloga yo'liqqanlarni bunday tekshirib ko'rsangiz, oxiratda nima sabab bo'ldi desa, falonchiga yo'liqqan kunimga la'nat bo'lsin deb qo'yadi. O'sha yaxshi do'st bo'lmagan kishi pand beradi, shetda ham la'nat qilamiz. Hali oxiratga bormasdan turib. Aralashib yuradigan, ko'ngil beradigan, ham suhbat bo'ladigan kishingiz oqil, taqvodor bo'lsin deyaptilar. Shunda siz oson o'zgarasiz. Gap ta'sir qiladigan banda bo'lasiz. Gap ta'sir qilmaydigan bo'layotgansizmi, demak sizning do'stlaringiz, hamtovoqlaringiz yaxshi odamlar emas. Muhasibiy nasihatlariga yaxshilab e'tibor qilinsa, oqil va taqvoli odam bilan oshno bo'lgin demay, oqil va taqvodor bilan gina degan joyi bor. Gina degani faqat degani, faqat shunday kishi bilan do'stlash. Ya'ni hamtovoq bo'l. Shunchaki do'stlik, qo'shnichilik yuzasidan, qarindoshlik yuzasidan do'stlik izhor qilsa, javob atvet qilib qo'yilaveradi, lekin haqiqiy do'stlik, hamtovoqlik, o'tirib turish, yaqinlik faqat oqil va taqvoli kishigina bo'lsin. Shunda o'zgarish bo'ladi. Wala tujalis illa aliman basirun. Keyingi jumlada aytdilarki, majlis qurma, faqat olim, ilmli va basiro, ko'zi ochiq, qalb ko'zi ochiq bo'lsin. Johil bilan 10 soat o'tirgandan ko'ra olim bilan 10 daqiqa o'tirsangiz shu afzal, bir narsaga fahmi yetadigan. Odamlar o'tirib olib quruq gaplar bilan laqillab o'tkazib 2 soat ustun vaqti, fursatni boy beradi. Birorta foydali gap yo'q. Befoyda gaplar bilan mashg'ul bo'ladilar. Bozordagi narx-navo, atrofdagi yuz bergan birovga bir tiyinlik foydasi bo'lmagan voqealar, xullas gaplarni analiz qilib chiqsangiz, shu yerda bo'lgan gaplarni ba'zan o'tirishlarda birorta foydali gap yo'q. Hammasi. Hatto zarar gaplar bor. Birovni ig'vo qilib qo'yish, tuhmat qilish, siyosatga aralashish va boshqa narsalar. O'sha joyda shariatdan, haqiqatdan gapirsangiz, baxtni o'zini, o'sha insonlarning baxtiga yo'lovchi uchun masalalardan gapirsangiz, uyqu bosadi. Sababi qiziqish yo'q. Masalan, bir joyda o'tiribsiz, qiziq kino bo'lyapti, o'shanga qarab o'tirsangiz, unga uyqudori qilib qo'yib, ukolini urib qo'ysangiz ham uxlamay muduramaydi. Ko'z jaraqqilla ochib o'sha kinoni oxirigacha ko'radi. Chunki qiziqib turibdi-da. Endi bir axborot bo'lib turgan bo'lsa, yo bir multfilm qo'yib qo'ygan bo'lsa, nima qiladi? E'tibor zaif bo'lganligi uchun uxlab qoladi, uni mudraydi. Qiziqish, e'tibor yo'q. Dinga ham xuddi shunday bo'lib e'tiborsizlik bor. Qiziqish yo'q. Shuning uchun mudraydi u. Mudrashning sababi shu. Olim bilangina o'tir deyishga, basirot ko'zi ochiq bo'lsin deb qo'shib qo'ydilar-da yuqorida. Qalb ko'zi ochiq bo'lsin. Olim bo'lsa-yu, qalb ko'zi ochiq bo'lmasa, o'zi amal qilmaydigan bo'lsa, uni ham foydasi yo'q degani. Uni ham foydasi yo'q. U quruq ma'lumotlarni, gapni sergaplik, ma'lumotlarni tashib sizga yetkazib qo'yishda hech foydasi yo'q. Uni agar o'zi amal qilmasa, sizga uni gapirishdan foyda yo'q. Undan kompyuterda ham bor o'sha. Masalan, o'sha gaplar, o'sha ma'lumotmi kompyuterlarda ham turibdi. Tom kitoblar turibdi kompyuterlarda. Masalan, kitobda ham turibdi. Undagi bir uzuq-yuluq yarim-yurimta gaplarda hech kimga kerak yo'q. Ma'lumotni shu anig'i undan yaxshirog'i shu kompyuterda turibdi. Quruq o'yindagi ma'lumot berib o'zi amal qilmayotgan bo'lsa, uni foydasi yo'q. Qachonki olim bo'lsa-yu, o'sha basirat ko'zi ochiq bo'lib, ilmiga amal qilgan bo'lsa, undan foyda olasiz. O'shanda kishini oldiga o'tiradi. Va qad su'ila Nabiy sallallohu alayhi va sallam, Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan so'raldiki, ayyi julsa'ina xoyrun? Qayinday ham majlis yaxshiroq? Qola, u kishi dedilarki, man zakkarakum billahi ru'yatuhu. Kimki sizga ko'rinishda Allohni eslatib yorsa, shu ko'rinishi yo'q Alloh taoloni esga solib yorsa, va zadakum fi ilmikum mantiquhu. Gapi sizni ilmingizni ziyoda qilsa, o'zi amal qilgan odamda bo'ladi bu narsa. Va zakkarakum, sizga eslatib tursa, bil oxirati amaluhu. Amali sizga oxiratda eslatib tursa. Ana shunday kishi bilan o'tiringlar. Bu hadisda Janobimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biz uchun eng afzal ham majlis haqida ma'lumot berdilar. Ham majlis bugungi kunda onlaynda bo'lishi mumkin, offlayn bo'lishi mumkin. Masalan, kino ko'rib o'tiribsizmi yoki boshqa bir ma'ruzami, hammasi ham majlis. Shuni tanlashda xato qilmaslik.
Vahobiyni ham, salafiyni ham ko'rib o'tira olmasdik. Qani shu nima debdi deb qo'yib quloq solib o'tirsangiz, ham majlis sizni buzadi. Yani shu ham majlislarda qatnashmaslik masalan. Yoki rahbarlarimizni haqorat qilgan videolar bor, sotqinlar, qochoqlar etbetdan turib har xil videolar chiqarib, shularni kirib ko'rish kerak yo'q. U ham majlis hisoblanadi, u sizga o'z bevosita ta'sir qiladi sizga, ruhiyatingizga, o'sha asabingizga tegadi o'sha. Buzadi sizni. Shuning uchun shundaylardan ham o'zimizni olishimiz kerak, ya'ni ehtiyot qilishimiz kerak. Ham majlis juda muhim masala. Endi sahobalardan keyin, tobiinlar va ulardan keyin bugungacha kelgan yuziga qarasa Allohni esga soladigan gapi taqvoni, amalni kuchaytiradigan, amali oxiratni esga soladigan darajaga olib kelgan narsa o'zi nima u desa, ular Allohning zikri bilan, doimiy Allohning muroqabasi bilan, Xudo taoloning doim bir lahza uzilmasdan yurganligini hisobiga, bilganiga amal qilganligi hisobiga oxiratda ruhi ularda yashaganidan shundoqangi darajaga ko'tarilib ketgan ular. Mana shunaqa odamlar bor. Oxiratda ruhi ularda yashab turadi. Tirik ularda qalbi. Jobir ibn Zayd Basraning eng ulug' kishisi edi deb xabar beradilar. Qachonki Hasan Basri kelganlarida xalq ko'rdiki, u zot go'yo oxiratda yashab turibdilar-u, o'sha yerdan ularga xabar aytayotgandek ko'rinardi. Gaplari o'zlari oxiratda turib gapirayotgandek ta'sir qilardi. Shuning uchun oyat borki, Bismillahirrohmanirrohim va bil axirati hum yuqinun, va oxiratga aniq ishonurlar. Yuqinun degan so'z bor, ishonch so'zi, bu ko'rmagan narsaga ko'rgandek ishonishga aytiladi. Ya'ni iqon so'zi bor, his a'zosi bilan ko'rgandoqqa ishongan kishiga ko'rmasdan turib ishonishga ana shu yuqinun so'zi ishlatiladi Qur'onda. Demak, iqon oxiratga aniq va ravshan ishongan kishilar holatiga aytiladi. Boshqa ko'pchilik dunyoga chuqur mashg'ul bo'lib, vujudi dunyo bo'lib qolganlarda ham nima oxiratga iymon bor. Dunyoga berilib ketgan ma'shatparastlarda ham iymon bor. Lekin bu dunyoda foydasi yo'q. O'sha iymonni. Ya'ni o'sha iymon ularda yashamayapti. Ya'ni o'sha iymonni ta'siri yo'q, foydasi yo'qda. Amal qilish kerak, ko'zni haromdan tiyish kerak, tilni tiyish kerak, qarnni tiyish kerak. O'sha iymon u yashasa ana shunday bo'ladi. Yashamayotganligini hisobiga quruq borligi. To'g'ri, uni ham foydasi bor. Jahannamda mangu qolmaydi, qachondir chiqaradi uni. Foydasi oxiratda bir kun kelib bor, lekin bu dunyoda yo'q. Ularda ham bor, lekin o'sha iymonni yashamayotganligini hisobiga bu ana shu holatga tushgan ular. Qachon iymon kutilgan foydani keltiradi? Qachon o'sha iymon sizda yashasa? Shuni aytiblar. Kutilgan foydani iymon qachon inson o'sha iymonni yashasa paydo bo'ladi. Sizda hayolingiz, vujudingiz oxiratga chambarchas bog'lanib qolish kerak. Oxiratga chambarchas bog'liq holatda yashashingiz kerak. Dunyo asosan oxiratga yetib olish uchun yashalayotgan joy bo'lib ko'rinishi kerak. Dunyo qarashimiz Rasulullohning sunnatlari kabi bu dunyoni faqat oxiratga yetish asbobi sifatida foydalanishimiz kerak. Bizda-chi, yaxshi e'tibor qilaylik o'zimizga. Shu dunyoda yaxshi yashash uchun boshqa g'oya hammasi yo'q bo'lib ketadi, yo'qolib qoladi o'z-o'zidan. U gapda qoladi, xolos, eshitishda quloqdan kirib yoqdan chiqib ketadi, bitta yurganingizni eslatib qo'ysak. Nimaga? Oxiratda yashamayapsiz. Dunyo qarashingiz buzilgan. Ateistlarning dunyo qarashi bilan bog'lanib qolgan. Ya'ni shu yerda mashqat qilish kerak. Iloji qilish kerak, shu yaxshi yashash kerak. Bu yog'i bilan hech kimning ishi yo'q. Oxiratda harom qilingan narsalar ham shu dunyoga foydami uni olaveradi. Nimaga? Ko'zni yumib, chirt yumib olib ketaveradi. Nimaga? Shu yerda yaxshi yashash kerak, boshqa vazmosh yo'q. Buni tashlasam o'z boshqa yo'q. Yashab qolish kerak degan mafkura bor. O'shanda shundaqangi nima dunyo qarash bor. Bu payg'ambarimizning dunyo qarashlariga zid. Shuning uchun unday kishilarda iymon yashamayotgan bo'ladi. Masalan, oxirat o'yi bilan yashasangiz, o'shanda oxiratga bo'lgan iymon sizda yashayotgan bo'ladi. Oxirat o'yi faqat mana bu yerda emas. Bizda ko'chada, ishda, hamma joyda oxirat o'yi bo'lish kerak. Hatto namozda ham yo'qda bizda. O'sha Xudoga eng bog'lanadigan joyimizda ham yo'q. Shuning uchun ham biz iymonni yashamayotganimiz mana shundan ma'lum bo'ladi.
Bu hammasi Muhammad alayhissalomdan ajrab chiqqan bir nur edi. Sahobalarga o'tdi, ulardan ahli sunna orqali bizgacha mana olimlar orqali yetib kelgan. Endi ahli ilmsiz shunday yashang. Siz bilan o'tirgan kishi bu dunyoda nima qilib yurganini eslab qolsin. Shunaqa odam bo'ling deyaptilar. Yoki bas shuni his qilsin. Bog'dan tog'dan gapirib o'tirmay, har bir og'zingizdan chiqqan so'z hisob kitob bilan chiqib, hisobnom bilan bayon bo'lsin. Ulamolar majlislari shunday bo'ladi. Olimlarda oldida sipo bo'lib o'tirib, yana yoqqa borib internetga kirib har narsani ko'rib bir fosiqqa aylanib olaversangiz, unda siz o'smaysiz. U olimlardan olgan narsangiz foyda bermaydi, aytib qo'ying. Yo'q ketadi. Tahanaviy bir so'zlar bor ekan. Tegirmonni eshakka o'xshab qolmang, ertalab boshlagan joyiga kechqurun qaytib keladi. U nima u degani desa, tegirmonni ilgarimda nima eshak aylantirgan, suv bilan yo'q, eshak bilan. Atrofida yog'och, unda cho'p chiqib turgan, o'shani eshakni beliga bog'lab qo'ygan, shu aylanavergan, bu yerda tosh aylangan-da. Bug'doyni ezgan. Eshak kuni bilan ertalabda boshlagan, kechqurun boshlagan joyiga kelib to'xtaydi-da. Yurmaydi-da u. Shu aylanaveradi, shuncha kechgacha mehnati borib yana kechqurun boshlagan, ertalab boshlagan joyda to'xtash. Ham majlisi fosiq bo'lgan odam shunaqa bo'ladi. Shu tegirmonda eshakka o'xshatyaptilar. Shu bir joyda turasan, o'zgarmaysan, taqvolik bo'lmaysan, maqsadga yetmaysan degani. Oxiratda bu ahvolda borishlik katta xatar bo'lganligi uchun shunday dedilar. Olimlar bilan o'tirib, uyga kelib bachkana filmlarga qarab o'tiraversangiz, fosiq do'stlar bilan o'tirib turaversangiz, mana shu eshakka o'xshab joyingizda qotib turgan odamga o'xshab qolasiz. Demoqchilar. Joyingizda turibsiz qotib. Ilm olib amal qilmayotganingiz uchun qalb qotishi hosil bo'ladi va u natijasida orqaga ketish hosil bo'ladi. Demak, ham majlis tanlayotganda onlayn ham, offlayn ham e'tibordan qochirilmagan holatda tanlash kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Ulamolar majlisi Alloh va Rasulini so'zini yetkazishdan boshqasi bo'lmaydi aslida. Masalan, hazil gaplar ham bo'ladi yoki dunyo gaplari ham bo'lib qoladi. Shunda ham haddan oshib ketib, faqat shu bo'lib qolmaydi. Uni o'zini me'yori bor hamma narsani. Ko'rinishi Allohni eslatadigan odamni topishga harakat qilish kerak, keyin o'zingiz ham shundaqa odam bo'lishga harakat qilishingiz kerak-da. Siz ham birovga ham majlis bo'lganda foydali odam bo'ling. Shuni aytayaptilar bitta. Qandoq qilib? Bu Allohni ko'p zikr qilib, ko'p fikr qilishdan hosil bo'ladi. Nafsingizni istagan ishini kamroq qilib, Alloh istagan ishini ko'proq qilish bilan bo'ladi. Muttasil ibodatda bo'lish bilan hosil bo'ladi. Abu Hakim Termiziy mana shu hadisni sharhida aytgan ekanlarki, ular shunday kishilarki, ularda Alloh subhanahu va taolo tomonidan berilgan xos alomatlar mavjud. U doim zohir bo'lib turadi. Ularga Allohga yaqinlik barq urib turadi. Yuzlarida jalol va ulug'vorlik nuri bor. Kibriyo, buyuklik haybati bor. Viqor, vazminlik unsi bor ularda. Dedilar. Mana shu hadisda kimlar Xudoni eslatib turadi? Shularni aytiblar. Endi viqor maqsadsiz harakat qilmaslik, viqor. Viqor deganda tumtayib olish, qo'rs bo'lib o'tirish emas. Viqor maqsadsiz, har bir a'zoni maqsadsiz harakat qilasiz. Ko'zni maqsadsiz harakat qilishi viqorni ketkazadi. Shu bir joyda tursa, maqsad bormi bir yoqqa qarashda, maqsad bilan qarasa, bemaqsad o'ynab, ko'z o'ynab turganlarda viqor bo'lmaydi. Shu viqorsizlik. Har bir a'zomizda shunday, qalbimiz ham, qo'limiz ham, tilimiz ham har bittasi behuda ketyaptimi, gapi behuda, maqsadsiz bo'lyaptimi, viqor ketadi. Shu viqor deganda ulamolar viqor deb shuni aytadi. Insonda viqor bo'lishi kerak. Yana deydilar, agar bir kishi ulardan biriga qarasa, bexosdan Allohni eslab qoladi. Shunaqa odamlar bor. Yuziga shunday qarasangiz Xudo esga tushadi. Ularda Allohning sifatlari va malakutini asarlari bo'lgani uchun shunday deydilar. Ibn Javziy shunday degan ekanlar, salafi solihlar bir solih odamni holatini ko'rib kelish uchun yo'lga chiqib, yo'l bosib, masofa bosib borib kelardilar ilgari.
Bu harakat ilmni olish uchun, undagi ma'lumotni olish uchun emas, borib u odamni o'zini tutishi, yurish turishi, qandoq ko'rib kelish uchun, undagi Alloh taoloni nuridan bahra olib kelish uchun, ta'sirlanib, yuziga qarab Allohni eslab, qalbida taskin topib kelish uchun borganlar. Masofalar bosib. Abu Dardo radhiyallohu anhuning namozlari shunchalar mukammal namoz ekanki, turib titrar ekanlarda, namozda turganda nihoyatda berilib, yuzlari o'zgarib, shu qiyomatda turgandek bo'lib o'qir ekanlar. Kim qarasa qalbi o'zgarar ekan shu. Misrdan Shomga shu kishini faqat borib namozda suhbat qilmaydi. Faqat borib namozlarini bir shu odamni shunday qarab turib zapravka bo'lib qaytar ekanlar. Qalblari Xudoga bog'lib, harom yeb qo'yayotgan, buzilib qolayotgan, hech kuni namozda Xudoni eslamay boshqa yoqqa chopib ketayotgan bo'lsa, borib shularni namoziga qarab, shu insonni namozida, shu insonni turishini ko'rib kelib o'zgarib qaytar ekan odamlar. Mana payg'ambarimiz aytiblar-ku, shunday kishi bilan ham majlis bugunki, ko'rinishi senga, amali senga oxiratda eslatsin. Ana shu amalini ko'rar ekanki, oxiratda eslab ketar ekan. U kishini ko'rib qaytgan odam nurga to'lib qaytar ekanki, qiyomatni his qilib, o'lib qiyomatga borib afsus qilib, bor endi dunyoga deganda xursand bo'lib qaytib kelayotgan odamdek bir uyga ketar ekan. Keyin borib amallar kuchayar ekanda. Kim yana susaysa 5-6 oyda yana bir borib shu insonni ko'rib kelar ekan. Bu ko'rilgan narsa. Bu hozir endi bunday odamlar qolmagani uchun bizga nimasi yo'q. Bunday odamlar bor, biz topa olmaymiz. Bor, lekin shu odamlar bor. Borib bir zum dunyodan gaplashib o'tirsangiz ham qalbingiz taskin topib, Xudoga maylingiz, ibodatlarga maylingiz qalbingizda kuchayib keladi. Siz Eshon bobomning suhbatlarida borsak, hech bir nima ma'ruza qilmaydilar, birov nasihat so'rasa qiladilar, bo'lmasa yaqbiyalardan gapirib jim zikr qilib o'tiradilar. Shu qarab o'tirib, muridlar qarab o'tirib o'zgarib keladi-da. O'sha quvvat oladi, komillashadi, qalbida taskin topadi. Haromlardan yaxshi tiyiladigan, oson tiyiladigan nafsini, jilovini qo'lga olib qaytadi ularni bir zam oldilardi o'tib. Shu uchun boriladi etga. Mana shu uchun boriladi. Sahobalar islomni yashab ko'rsatgan ular. Shuning uchun Indoneziyaga borganda ular Indoneziya xalqi ulardagi siyratga qarab, islomni yashaganlariga qarab ta'sirlanib islomni qabul qilgan ular. Qarangki, oddiy namozni o'zini ko'rib kelish uchun haftalab yo'l bosganlar. Oddiy namoz, borib suhbat olmagan, ma'lumot olmagan. Ma'lumot o'zlarida ham bo'lgan o'sha namoz haqida. Kitoblar o'qigan, olim bo'lgan ko'plari. Lekin o'shanga amal qilishda qiynalgani uchun borib ulardan boshqa bir siyratdagi bir sirdan, Xudoning marhamatidan bahram olib kelgan. Yuziga qarashdi. Bu ishdan oladiganimiz shuki, biz islomni yashashimiz kerak. Yashab ko'rsatishimiz kerak, gapirib emas. U gapirib ko'rsatish hammani qo'lidan. Shu bugun gapirib ko'rsatadilar, xolos, o'zlari yashab bermaydi. Masalan, endi to'g'ri, ko'zi anglamaganlarga gapirish ham kerak, lekin amal qilib gapirish kerak. Ma'lumot yetarli bo'lgan, namoz qanday bo'lishini o'zlari bilgan ular, lekin borib Abu Dardoning namozidan bahra olgan ular. Shunday bo'lgan. Hasan ibn Ismoil shunday deydilar. Dadam aytardilar, Imom Ahmadning majlislariga 5000 atrofida odam jam bo'lardi. Lekin shulardan 500 tasi hadis yozib olib talabalik qilardi. Qolgan 4,5 mingga u insonni xatti harakati, gapi, o'zini tutishi, shulardan bahra olish uchun kelib qarab o'tirib ketardi. 5000 dan 4,5 mingtasi faqat u insondagi siyratdan bahramand bo'lib kelar ekan, bo'lish uchun kelar ekan, hadis uchun emas. Ilm aslida mana shunday bo'lish kerak u. Chunki odobni ko'rsatganlar ular harakatda. Aslida ilm mana shunday bo'ladi. Agar shunday bo'lmasa, undaqa kishida ilm yo'q. U ma'lumotlarni o'ziga yetarli bo'ladi. Kitoblarda, kompyuterlarda ham bor. Hamma joyda yetarli bu narsa. U bilan maqtanilmaydi, u bilan inson aziz ham bo'lmaydi. Amal qilmasa. Amal qilsa aziz bo'ladi. Abu Bakr bin Toviy deydi.
Men Imom Ahmadning huzurlariga 12 yil qatnadim. Borganimda doim farzandlariga musnad o'qib berib o'tirardilar-ku, ammo men biror marta u kishidan hadis yozib olganim yo'q. Balki u zotning axloq va odoblarini ko'rib o'zimga o'rnak olish uchun borganman. 12 yil. Qarang, bitta ham hadis yozmasdan, ma'lumot olmasdan, ilm talab qilmasdan faqat borib, shuning uchun shayxlarning uyida xizmat qiladilar-ki, ma'lumot olmasalar ham ulardan bahra oladilar. Bu Imom Ahmadning axloqi shu darajada boy ekanini ko'rsatadi. 4-5 yilda olinmaydigan darajadaligini ko'rsatadiki, 12 yil borganini aytibdi. Bitta. Ilm aslida payg'ambarlardan mana shunda o'tib kelgan. Amal bilan o'tib kelgan, amal. Ularni shogirdlariga sahobalar degan. Sahoba hamnafas, do'st, hamroh degani u. Aslida shogird, lekin hamnafas, hamroh, do'st deb sahoba deb nom qo'yildi ularga, shogirdiga. Har bir daqiqasidan, har bir harakatidan, har bir so'zidan, unga qilgan amalidan bahra olib, ya'ni ham nafas bo'lib bahra olgan ular. U hayotida birga yashabgina olinadigan ulkan bir narsa u, sir. Faqat birga yashash bilan. Shuning uchun sahoba u boshqa. Payg'ambarimizni ko'rmagan o'sha vaqtdagi olimni ham sahoba demaydi, tobein deydi. Bu narsalar kitobdan chiqmaydi. Kitobda o'zini o'qiganda u narsani topib bo'lmaydi. Shu uchun ham Imom Ahmad oldiga 12 yil qatnagan. Kitobda o'zidan chiqmaydigan narsani olish uchun. Din shu. Chunki ilmni samarasi o'sha. U kitobdagi uzun gaplar, amalsiz bir tiyinga foydasi yo'q uni. Katta-katta uzun gaplardi. Amr ibn Maymun haqida shogirdlari shunday derdi. Amr ibn Maymun ko'rilsa Alloh esga tushardi. Shu insonni ko'rganda Alloh esga tushardi. Odamlar kelib Muhammad ibn Sirin huzurlariga ham kelib ko'p o'tirardi. U kishini suhbatlarida kulgi ham bo'lardi, hazil ham bo'lib turardi. Lekin dindan biron narsa, shariatdan so'ralsa, u kishini ranglari o'zgarib, hozirgi odam boshqa odamga rangi uch boshqacha bo'lib qolardi. Dinga bo'lgan e'tibor balandligidan, oxiratga bo'lgan xavfni kuchligidan shu soha esiga tushsa rangi uchib ketardi. Bu o'tda dinga bo'lgan muxlislikdan, bu mas'uliyatni qattiq his qilishdan va Alloh taoloning muroqabasidan sodir bo'lgan narsa. Qachonki Muhammad ibn Sirin oldida biror odamni yamonlab zikr qilib qo'yilsa, masalan falonchicha dangasada desa, u albatta bitta yaxshi sifatini aytib qo'yar ekanlar. Lekin yuvoshgina yaxshi balada deb qo'yar ekanlar. Shu odatlari bor ekan. Bironta agar yamonlanib qolsa bir tarafdan bitta yaxshiligini qo'yishib yuborar ekanlarda, aytib yuborar ekanlar o'zi. O'ta ish yo'qma dangasa deb qo'ysa, lekin birovga yomonligi yo'q, yaxshi balada deb qo'yar ekanlar. Bitta yaxshi sifatini qo'shib yuborar ekanlar. Yomon sifat aytilsa, albatta u kishida shu xulq bor ekanda, shuni o'rganish uchun borib gaplarga quloq solib o'tirganda, mana shu ham ta'lim olinadigan narsa u. G'iybat aslida insonni sha'nini pastga urish. Nima uchun harom? O'sha bir insonni gapirganda sha'nini pastga urish. Endi nima qilib qo'ydilar? Sha'nini birov past ko'rsa, sal ko'tarib qo'yaptilarmi? G'iybatni yo'q qilib yuboryaptilar-da. O'sha g'iybatda g'iybat emaslikka chiqarib qo'yapti. Birov biz olsak bo'ladi mana shuni. Birov g'iybat qilib bir kishini bitta xulqini aytdimi, g'iybat qildi. Biz uni bunday o'ylab o'tirib yaxshi tarafini aytib qo'ysak, lekin mana bunday odamda deb qo'ysak, biz o'sha yerdagi g'iybatni kesayotgan bo'lamiz, yanchayotgan bo'lamiz. Shu insonni go'zal xulqini olgan bo'lamiz. Mana biz borib o'tirmasak ham oldlarda, mana xabarlar orqali shu xulqni o'zlashtirsak bo'ladi. Demak, inson sha'ni, obro'si to'kilishi, qoni to'kilishi kabi harom qilingan. Insonning sha'ni, qoni kabi to'kilishi harom. Shuni esdan chiqarmang. G'iybat shu uchun. Birovning sha'nini to'kish, obro'sini to'kish, qonini to'kish bilan teng. Shuning uchun ham u harom. Shuning uchun Alloh taolo go'shtini yeyishga nima qiladi? Misol qilib keltiradi. U kishini birodaringning go'shtini yeyishni xohlaysanmi deb Qur'onda. Endi har qanday odamda ham bitta yarimta nima yaxshi sifatlar bo'ladi. Bundoq qarasangiz topasiz. Qashqir, hamma qashqir yaxshi sifati bo'lmagan odam yo'qda, baribir topiladi. Masalan,
O'shani yaxshi sifatini aytib qo'yiladi. Mana shu salaf solihlarning sunnatlari, payg'ambarimizdan keyin, sahobalardan keyin shu 300 yil ichida yashagan olimlarning sifatlari. Masalan, birovni fikri tanqid qilinadi, botil gaplari aytilib tanqid qilinadi, lekin shaxsga ehtiyot bo'linadi, shaxsga. Ko'r, shal, Xudodan kelgan ayblari bor. Ularga ehtiyot bo'linadi. Mana shu g'iybat shuni sha'nini tushirishga harakat bo'ladi, shaxsiyatiga tegish. Endi toki g'iybatni o'zi nimasi istig'forni aytib qo'yish bilan astag'firulloh bilan hal bo'lmaydi. Nimaga? O'sha to'kkan sha'nini o'sha jamiyat jamoatda to'kkan joyda borib qayta tiklab berish bilan hal bo'ladi bu. Masalan, to'kkan obrazini qayta tiklasa, borib yo bu mana shu yaxshi odamni o'sha majlisda aytsa, keyin uni istig'fori qiyomatga qolmaydi. Shetda rashvat bir yopiladi bu g'iybat. Bu emas, bu qiyomatda u haq oladi baribir. Qo'ymaydi. G'iybat bo'linish yaxshi, qiyomatda birovda haqqi sizga o'tadi. Bu yaxshi. Lekin g'iybat qilishingiz yomon. Birovga haqqingiz o'tib ketadi. O'tib ketmasligi uchun to'kkan obrazini tiklab berishingiz kerak majlisda. Bu inson shunday qilib qo'yar ekanlarda. Muhammad ibn Sirinning yana bitta go'zal fazilatlari, u kishi haqida o'z zamondoshlaridan ba'zilari Muhammad ibn Sirin kabi ahli qiblaga nisbatan umudi katta odamni ko'rmadik dedilar. Shu vaqtda ham turli xil firqalarga bo'linganlar bo'lgan, lekin kofir deb la'natlab tashlamas ekanlarda, umid qilar ekanlarda to'g'ri yo'lga qaytishga. Haqlariga doim duoda bo'lar ekanlar. Bu chiroyli xulq hisoblanadi mana shu. O'sha Ibn Sirinning go'zal xulqlaridan bittasi shu. Hamma yoqda kofirga to'lg'azib, bugungi salafiylarga o'xshab, vahobiylarga, masalan, habashiylarga o'xshab hammani la'natlab, birovni kufrga tushganidan xursand bo'lib yurmas ekanlar. Birovni adashuvidan xursand bo'lmas ekanlar. Doim g'amgin bo'lar ekan u kishi. Hasan Basri bir kun gapirib turganlarida Oysha onamiz eshitib qolib, kim bu payg'ambarlarning so'zi kabi so'zlaydigan degan ekanlar. Hasan Basri Ummu Salama onamizni emgan nihoyatda shu ahli baytga yaqin kishi bo'lganlar. U zot mana shu darajada ilmlari ham komil bo'lgan. Hazrat Alidan ilm olganlar. Payg'ambarimiz ilmni darvozasi deganlari masalan Hazrat Alidan ilm olgan kishi. U kishi haqida aytlarki, Hasan Basri bizni oldimizga kelsalar, qachon kelsalar, bir odamlar aytardi-da, bir yaqin qarindoshini, yaqinini ko'mib kelgan odamdek doim motam saro o'tirardilar. Xuddi ko'mib kelganda odam qanday motamda turadi. Doim Hasan Basrining hollari shu edi deydi. Yoki oldimizda o'limga mahkum qilingan odamga o'xshab o'tirardi. O'limga mahkum qilingan odam qanday o'tiradi masalan? Mana shuni o'tirardilar doim. Yoki do'zax zikr qilsa, go'yo do'zax faqat Hasan Basriyni kuydirish uchun yaralgandek yig'lardilar faqat shundan. Faqat do'zax Hasan Basriyni kuydiratgandek yig'iga tushib ketardilar. Shuncha natijalari bo'lib, shuncha ilmlari bo'lib turib, biz nol ekanda bo'lmasa. Bu gaplarni eshitishdan, u insonni ko'rgandan keyin biz eshitib qanday o'zgaramiz, masalan, o'zgartiryapti bizni, eshitsak ham o'zgartiradi o'shalarning holi. Lekin tasavvur qiling, endi shunday insonni borib oldida bir zum bo'lish. Albatta o'zgartiradi insonga. Payg'ambarimiz shu uchun buyurdilarki, ko'rinishi, sa'y harakati Alloh taoloni oxiratda eslatib tursin. Gapi ilmingizni ziyoda qilsin dedilar. Agar kishi Hasan Basriga bir qarab qo'ysa dedilar, garchi amalini ko'rmasa ham, gapini eshitmasa ham ko'rinishini o'zidan foyda olaverardi deb aytadilar. Bu hammasi qalbini amali, butun a'zolari amali o'ta baland bo'lganligidan darak. Qabr hayoti, qiyomat maydoni hayoti, jannat hayoti, do'zax hayoti xuddi hozirda yashab turgan hayot bilan bir xil his qilinishidan shu ahvolga tushganlar. Biz bu hayotni komil his qilamiz, qolgan hayotlar biz uchun yaxshi his qilinmaydi. Shuning uchun ham biz xotirjam, shuning uchun ham biz jur'atli gunohlarga, shahvatlarga. Bizni shahvatlar shu ahvolga keltirgan.
Qachon shundan voz kechgan insonlarga yaqinlashib ularni yuziga qarasak, ular bilan ham majlis bo'lsak, biz manfaat olamiz ana shundan. Ja'far ibn Sulaymon shunday deydilar: qalbimda bir qattiqlik, tundlik topilsa, Muhammad ibn Vosi Basriyni oldiga yugurib boraman va yuzlariga qarab shundan yozilib qalbim taskin topib qaytardi deydilar. Hasan ibn Hasson o'ta seriyig'i kishi bo'lgan ekanlarda. U zot hajni yaxshi ko'rar ekanlar. Bir kuni hajga boraman deb turganlarida onalari endi titrab qoptida, shu endi o'g'lim hajga ketsa men ahvolim nima bo'ladi deb kasal bashara bo'lib qoptilar, titrab tamom o'tirib qoldi, mumkinlab qolsalar, uni ko'rib hajdan voz kechib buvalarning xizmatini qilibdilar. Bormabdilar. 1-2 yil bormabdilar. Keyin onalarini topshirgandan keyin, qazo qilganlaridan keyin har yil borgan ekanlar. Hammod ibn Salam shunday deydi: Hison ibn Hassonni ko'rishdi o'zi insonni yig'latardi. Mana bu o'sha onalariga qilgan xizmatlari, o'sha din ularda yashaganligidan shu ahvolda edilar. Chunki ularni vujudida oxirat yashab turgan. Ruhi Allohga bog'langan, qalbida doim Alloh bilan muroqaba bo'lib turgan, bog'lanib turgan. Ya Robbi, ey Allohim deb turgan. Har joyda, har daqiqasida faqat bog'langan. Biz ham haqiqat Alloh taolo bilan suhbatlashib yursak, agar yurgan yo'limizda, pichirlab ichimizda, u ahmoqlik emas, yo'q odamga gapirib, u bor Alloh taolo. Doim bor, doim eshituvchi. Ana shunday yursak, biz ham o'zgaramiz. Chunki doim Alloh taoloning gaplashib yurgan odam, chunki uni doim oldida deb biladi. Masalan, oldingizda doim ustozingiz yursa, yamoshib qo'yasizmi? Yo'q-da. Doim ustozingiz, piringiz oldingizda yursa, doim ham nafas bo'lib yursangiz, suhbatlashib yursangiz, yo'lingizdan chiqqan shahvatga qarangiz keladimi? Yoki masalan buzuqlik qila olasizmi, gapira olasizmi o'sha yomon narsa chiqsa? Xayolingizga bitta buzuq fikr kelsa, odamlarning oldida aytib kulgi qila olasizmi? Pirni oldida. Yo'q. Chunki siz u bilan ham nafas his qilib turibsiz turganini. Xudo bilan shunday bo'lgan odam ham shunday bo'lib qoladi. Qachon biz shunday bo'lamiz, doim gaplashaverish kerak. O'zimizni mashqimiz bo'lishi kerak. Xudo bilan aloqada ketyapsizmi, gaplashib ketaman. Shu ham ibodat. Ibodat o'zi nima degansa, Xudoga bandalik qilish, bandalik so'ranish. Chiqdingiz, so'ravering yo'lga. Oyog'imni sobit qadam qil, balolardan o'zini saqla, ya Robbi deb gaplashib ketavering. Ya'ni duo. Gaplashish undan doim bir narsa so'rab yuraverish. Ezmalanib 2 marta so'rasa sizga yoqmaydi, lekin u Xudoga 1000 marta so'rasangiz shuncha yaxshi yoqadi. U teskarisi. Alloh taolo bizdek banda emas u. Shuning uchun bundan biz nima qilishimiz kerak? Doim ibrat olishimiz kerak mana shulardan. Mus'ab ibn Abdulloh Imom Malik haqida gapirib shunday deydilar: Imom Malik oldida Nabiy sollallohu alayhi va sallam zikr qilinsa, rangi o'zgarib, engashib qolardilar. Hatto uni holiga ham majlislari rahm shafqat qilib qalblari og'rirdi uni ko'rib. Rahmi kelardi yig'lashlaridan ho'ngrab. Payg'ambarimiz gapirdi. Shu insonlarning siymolarida Alloh taoloning nimasi, siyrati yashalganidan bilinib turgan. Abdulloh ibn Muborak ham shunday degan ekanlar: agar men Fuzaylniga qarasam, g'amim yangilanadi, o'zimni yomon ko'rib ketaman der ekanlar. Bo'lmasa Abdulloh ibn Muborak rahmatulloh o'zi buyuk muhaddislardan bo'lgan, ulug' mushtahid, mujohidlardan bo'lgan. Salafi solihlarning siymolarini o'zi nasihat bo'lganda u. Shu amal qilganda ular. O'zi siymolarini o'zi nasihat. Lekin biz qancha dalillar keltirib, baqirib chaqirib, hamma oldida hamma dalilni ochib tashlasak ham hech kimga ta'sir qilmaydi. Nimaga? O'zimizda amal yo'q. Gap bor, amal yo'q. Mulloni aytganini qil, qilmagani qilma deydi keyin qolganlar. Qilganini qilma deydi. Shu amal qilmaslikdan chiqqan gap bu. Bizda Allohga bog'lanishda niyat qilishimizda ham niyatlarimiz qo'shaloq bo'ladi. Dunyo qadri biz uchun baland. Doim oldingi o'rinda turadi. Ularni ko'rganda Xudoni eslatayotgan narsa, kishilar qalbiga hidoyat solayotgan narsa, yuzlaridagi Allohning barakotli nuri, Xudoni barakoti u. Siymolaridagi zikr, siymolaridagi amalning izlari u.
o'sha doimiy amalni izi siyratga chiqib, siymoga chiqadi. Qur'oni Karimda shunday deydi Alloh taolo, Bismillahirrohmanirrohim, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ularni siymolarida sajdani asari bor. Mana Xudo taolo ham tasdiqlab qo'yapti mana gapimizni. Ularni siymolarida sajdani asari bor. Sajda endi qalb bilan Xudoga tashlab, yig'ilib, shunda o'qilgan namozlarni sajdani, u mana bu yerda toshchani izi bor degani yo'q. Yerga qo'yarishdan mana bu yerlardagi bir dog' bo'lib qoladi, shuni deyotgan yo'q bu yerda. Siymosida haqiqiy sajda qilayotgan bo'lsa, qalb bilan sajda qilayotgan bo'lsa, siymoga uradi u. Odamlar qaraganda o'zgaradi o'shandan. Odamlar bahri olsin. Bahri oladi. Ko'p vaqt xo'p sajda qilganlardan yuzlarida nima o'sha sajda va zikrlarning nuri paydo bo'ladi. Sahobalar Alloh taolo tomonidan mana shunday madh qilindi. Bu Alloh taolo sahobalarni maqtagan bu oyat. Payg'ambarimiz sahobalarning siymolarida sajdaning izi borligini Alloh taolo ana bayon qiladi shu oyatda. Mana shu islom. Bu islom ko'p gapirishda emas, yoki suratda zinat berish, suratlarga zinat berish, uzun chaponlarni, sallalarni, soqollarni qo'yib olishda emas. Yoki katta-katta tasbihlarni ushlab shaqillatib yurishda emas. Bu islom yashashda, o'sha dinni yashashda. Ya'ni shakl bilan avvora bo'lib islom mana shu deb yurish xato. Buni to'g'ri tushunish kerak. Islom insonni ruhini tozalash va shuni chehrasida barq urishiga olib keladi. Ruhi tozalansin. Kishini amali yuziga urishi mana shunda. Xudo taolo ham yuqorida aytib qo'yibdi. Amali yuziga urishi ana shunday.